Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Zikrlar fazilatlari va ibodatning vaqtlariga asosan bilinişi. Bilginki Allah subhanahu va taolani tuniganda, uning va'dasi için putgan va umrning qisqaligi idrak qilinganda, bu ko'ta umrda so'ralmalik qilishni tashlash vojibdir. Nafs bir temaga markazlashib qolsa, hamon charchaydi va zerikidi. Shunga uni temadan temaga yutkab turish nafsni rahat topqozidi. Allah Taala aytadiki, atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin, ya'ni namoz o'qigin, Parvardigoringga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qil, ko'p qismida uningga tasbih ayt. Bu va buningga o'xshagan oyatlar ko'rsatadiki, Allah Taalaga yetishning yo'li vaqtni yaxshi o'rinlashtirish va shu vaqtlarni to'xtamay virid tasbih o'qish bilan qadrlashdir. Haq Taala yana o'ylanib ügüt qilmoqchi bo'lganlar yoki ne'matlarga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almashib turadigan qilib berguchi Allohdir degan. Yana birida qo'ldan ketib qolgan ibodatlarning yana birida to'liqlanib olish uchun kecha va kunduz almashib turdi. Kecha va kunduz vaqtlarining soni va rad tartibi. Kunduzning vaqtlari 7, kechaning vaqtlari bo'lsa 6 dir. Har bir vaqtning fazilati, vazifasi va aloqador mazmunlarini yodlab olish kerak. Kunduzning birinchi vaqti subhi sodiq yo'rg'andan boshlab quyosh chiqquchi bo'lgan orliqdagi zikrlar. Bu ulug' bir vaqt bo'lib, Alloh taolo bu vaqt bilan qasam qilib, yo'rishga boshlagan subhi bilan qasam qilaman degan. Şuna Allah rızasını közlügüçe uykudan uyganganda Allah Taala'nı yad etip Elhamdülillahillazi ahyana ba'dama amatana ve ileyhin nushur. Cemi hamdu sanala bizni bejayiki vafat tapqozgandan keyin tirildirgan Allohga bo'lsin. Qaytadigan joy ol Allohning dargohidir desin. İmam Buxoriy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq zikr aytganligini rivoyat qiladi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Keş qıldık. Barıç padişahlıqmı Allah'a mənsub halda keş qıldı. Cemi hamdu sana Allah'a bolsun. Allah'tan başqa haqiqi ilah yoxdur. O yeganıdır. Onun heç qandaq şeriki yoxdur. Bütkül padişahlıq onunğa mənsubdur. Cemi hamdu sana onunğa xasdır. O hər nərsəyə qadirdir. Parvardigorim, senden bu kechidagi va uningdan keyingi kechalardagi yaxshiliklarni so'rayman. Sana sig'inib, bu kechining yomonligidan va bu kechidan keyingi kechining yomonliklaridan panoh so'rayman. Parvardigorim, sana sig'inib ho'rullikdan, qiyrilikning yomonligidan, jahannam azobidan, qabr azobidan panoh tilayman. Saharda kesh qildik degan so'zni almashtirib, asbahna va asbahal mulku lillah. Biz taң atqızdık, barıç padişahlıqmı Allah'a mənsub bolğan halda taң atqızdı. Cemi hamdu sana Allah'a bolsun deydi. Bu zikrlər bir qıtımdan oquludu. 3 qıtım Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves-semî'ul alim. İsmini tilg'i ilish bilan osmondagi va zamindagi har qanday ziyondoshning ziynidan qo'g'dang'il bo'ldigan Allohning ismi bilan qo'g'dinaman. U hammani anglag'uvchi va bilguchidir. Va 3 qatim radina billahi robba va bil islom dina va bi Muhammadin rasula. Alloh taoloni Parvardigor, islomni din va Muhammadni payg'ambar deb rozi bo'ldik deydi. Bamdod namazdan keyin yukinib o'ltirib, boshqa gap qilmay 10 qatim La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qadir.
Allah'tan başqa haqiqiy ilah yo'qdir. U yeki yeganidir. Onun hech qanday sherigi yo'qdir. Bütün padişahlık onunğa mensuptur. Barlıq hamd sanolar onunğa xasdır. U tirildirdi va o'ltirdi va u hammaga qodirdir deydi. Yana istig'farning eng kattasini o'qiydi. Allahumma anta robbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ey Allah, sen mening Rabbimsan. Senden başqa ilah yo'q. Sen meni yarattың, men sening bandangman. Sana iman etish va itoat qilishdan iborat bergan va'damda kuchimning yetishicha barqarorman. Sana sig'inib, yomon qilmishlarimdan panoh tilayman. Sening menga bergan ne'matlaringni e'tirof qilaman. Gunohlarimni iqror qilaman. Gunohlarimni mag'firat qilgin, haqiqatan gunohlarimni faqat sen mag'firat qilasan. Yana asbahna ala fitratil islam va kalimatil ixlos. وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Biz İslam təbiəti bilən, ixlas kəlimimiz bilən və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmnin dini bilən, haq diniga etiqad qılğan, musulman bolğan və müşriklərdən bolmağan atımız İbrahim aleyhissalamның milleti özrə tanqat quzduq degan zikrini o'qiydi. Şundaqla mundaq dua qılatdi. Allahumma aslih li dinillazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Ey Allah, bütün işlerimning himayachisi bolmuş diyanetimni islah qilgin. Yaşashim uchun keraklik dunyoligimni tuzatgin. Barar joyim bo'lgan oxiratimni yaxshi qilgin. Hayotimda yaxshi ishlarni ko'p qilishga muvaffaq aygligin. O'lim orqali meni dunyoning butkul yomonliklaridan xotirjam qilgin. Yana Abu Darda raziyallohu anhuning duosi bilan duo qilinadi. Allahumma anta robbi la ilaha illa ant. عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ey Allah, özün pərverdigarımsan. Senden başqa haqiqiy ilah yoxdur. Sana təvəkkül qıldım. Sen büyük ərəşnin pərverdigarısan. Allah xalığan iş vücudqa çıqıdı, xalımğan iş vücudqa çıqmaydı. Ali və büyük Allah'ın yardımısız hiç iş qolumuzdan gəlməydi. Bilmən ki, Allah həmin nərsəyə qadirdir. Allah həmin nərsini tuluq bilgücüdür. Ey Allah, sana sığınıp nəfsimnin yamanlıqıdan, senin iqdarcılıqındaki hər bir candarının yamanlıqıdan panah dileymen. Şübhəsiz ki, mening Rabbim toğru yoldudur. Bular Allah'ın razılığını tələb qılğıç üçün yatlaş zürür dualadır. Kişi bambat namazıga chiqishdan oldin sunnatni uyida o'qig'ay, ondan masjidga yo'l olg'ay va mundaq degay. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sailina alayk wa as'aluka bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj ashara wala batara wala riya'a wala sum'a wa kharajtu ittiqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik فاسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ey Allah, senden tiligüçlerinin hakkı hürmeti senden tileymen.
Mushu qadamlarimning haqqi hurmati sendan tilayman. Men takabburluq, hakavurluq qilib, riyo va shuhrat uchun chiqmadim. Sening g'azabingdan saqlanish va sening roziliqingni tilab chiqdim. Sendan meni do'zaxdan qutqizishingni so'rayman. Haqiqatan gunohlarni senla mag'firat qilasan. Masjidga kirganda Sahih Muslimda Rasulullohdan rivoyat qilingan shu duo o'qiladi. Qaysi biringlar masjidga kirsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom bersin. Ondan Allohumma ftahli abwaba rahmatik. Ey Allah, menga rahmat eshiklarini ochqin desin. Masjiddan chiqqanda Allohumma inni as'aluka min fadlik. Ey Allah, haqiqatan men sening fazlingdan so'rayman desin. Ondan yuqorida bayon qilingan zikr va duolar bilan duo qilgan holda jamoatni kutib birinchi safni ko'zlagay. Bomdod namozni ado qilgandan keyin namozgohda kun chiqquncha o'ltirish mustahabdir. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki bomdod namozni jamoat bilan o'qisa, ondan kun chiqquncha Alloh taoloni zikr qilib o'ltirsa va kun chiqqandan keyin 2 rakat choshgoh namoz o'qisa, uningga to'liq umra va haj qilganning savobi yoziladi. Bu vaqtning vazifasi 4dir: duo qilish, zikr aytish, Qur'onni o'qish va tafakkur qilish. Qiladigan ibodatlarni qilish, kundalik vazifalarni o'rindashga to'sqinlik qilguvchi va yaxshilikdan burg'uvchi omillardan qanday saqlanish haqida o'ylanish hamda shukrni ado qilish uchun Allohning ne'matlari haqida tafakkur qilish kerak. Kunduzning 2-virdi. Bu kun chiqib choshgoh vaqtigacha bo'lgan oraliqdagi virddir. Ya'ni kunduzdan 3 soatlik bir zaman bo'lib, agar kunduz 12 soat deb faraz qilinsa, bu uning 4dan 1iga teng, to'limi ulug' bir vaqtdir. Bu ulug' vaqtda 2 vazifa bor. Biri choshgoh namozi, yana biri kasal yo'qlash, janozaga berish, ilm majlislariga qatnashish yoki bir musulmonning hojatini ravo qilish degandek kishilik munosabatlik ibodatlardir. Agar bu ibodatlardan birasini qila olmasa, Qur'on o'qig'ay va zikr aytg'ay. Kunduzning 3-virdi choshgoh vaqtidan boshlab kun qayrilg'uch bo'lgan oraliqdagi vird bo'lib, 4 qism va buningga qo'shib yana 2 vazifa bor. Biri kasbkor va tirikchilik qilish, bozorga berish. Ya'ni agar savdogar bo'lsa, rostgo'ylik va omonatdorlik bilan tijorat qilish. Agar hunarmand bo'lsa, samimiy va inchiqlik bilan hunar qilish. Barliq ishlarda Alloh taoloni zikr qilishni unutmaslik va ozg'a qanoat qilish qatorliqlar. Yana biri qaylula, yenik tushlik dam olish. Suhurliq kunduz ro'ziga yordam berganidek, qaylula kecha qiyomiga yordam berdi. Agar kishi peshin vaqti kirmasdan uxlagan bo'lsa, namozga tayyorlik qilgudek vaqti bo'lish uchun zavol vaqtidan burun uyg'onishga tirishsin. Bilginki, bir kecha kunduz 24 soat bo'lib, buning 3dan 1da, ya'ni 8 soat uxlash muvofiqdir. Buningdan az uxlaganda badan tampongsizlashishi mumkin. 8 soatdan ko'p uxlagan kishida o'rinliq kuchaydi. Kechida 8 soatdan ko'p uxlagan kishi kunduzda uxlamasligi kerak. Agar uningdan az uxlagan bo'lsa, kunduzi kechada kam qolgan uyquni to'liqlab olsa bo'ladi. Kunduzning 4-virdi kun tiklashgandan boshlab peshinni o'qib bo'lg'uchilik oraliqdagi vird bo'lib, bu kunduz virdining eng qisqasi va eng afzalidir. Shuning uchun kishi bu asnoda azon chiqsa, muazzinga agishib azonni so'zma-so'z takrorlaydi. Ondan o'rnidan turib 4 rakat namoz o'qiydi. Bu 4 rakat namozni uzunroq o'qish mustahabdir. Chunki bu vaqtda osmonning eshiklari ochiladi. Ondan peshinning farz va sunnatlarini o'qiydi. Peshinning sunnatidan keyin 4 rakat nafil namoz o'qiydi. Kunduzning 5-virdi peshindan keyin asr vaqtigacha bo'lgan oraliqdagi virddir. Bu vaqtda zikr aytish, namoz va boshqa turli yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'lish mustahabdir. Bir namozni o'qib bo'lib, keyingi namozni kutish eng afzal amallar qatoridandir. Kunduzning 6-virdi asrning vaqti kirib, quyosh sarg'ayg'uch bo'lgan oraliqdagi virddir. Bu vaqtda azon bilan takbir oralig'ida o'qiladigan 4 rakat namozdan boshqa namoz yo'q. Bu 4 rakat namozdan keyin asr namozining farzi o'qiladi. Ondan birinchi virt tilga ilingan 4 tur ibodat, duo, zikr, Qur'on va tafakkur bilan mashg'ul bo'ladi. Bu vaqtda Qur'onni fikr yurgizib va tushunib o'qish afzaldir. Kunduzning 7-virdi
Quyosh sarg'aygandan tartib patquch bo'lgan oraliqdagi zikrlar bo'lib, bu sharafli vaqtdir. Hasan al-Basri, Allah onunğa rahmat qilsin, salaf solihlar kechining avvalini kunduzning avvalidan bakrak ulug' vaqt deb qaraydi degan. Bu vaqtda tasbih aytish, bo'libmi istig'for aytish mustahabdir. Quyoshning petish bilan kunduzning vaqtlari oxirlashadi. Shunga banda o'z ahvolini mulohiz qilishi, o'z nafsidan hisob olish kerak. Chunki Alloh yo'lida shu kunlik yo'lovchiligining birinchi bosqichi o'tib ketgandir. Banda bilsinki, umr bir necha kundan iborat va shu kunlar bir-birlab o'tib, hayot tezla o'z intihosiga yetadi. Hasan al-Basri, Alloh uningga rahmat qilsin, ey odam bolasi, hayoting sanoqli kunlardan iboratdir. Ömrüngdən bir gün ötsə, cismingdən bir miqdar öksüydü degan. Bende o'ylansin ki, bugünü bilan tunugün o'xshash o'tdimi? Agar kunduzi mo'l yaxshilik bilan o'tgan bo'lsa, bu barida o'ziga utuq bergan Alloh subhanahu va taologa shukr qilsin. Aksi holda tavba qilsin va kunduz qo'ldan berib qo'yganlarini kechada to'liqlashga tirishsin. Chunki haqiqatan yaxshiliklar yomonliklarni dafi qiladi. Banda tansoqligi va kamchilliklarini to'liqlab olish uchun fursat miqdori umr bergan Alloh taologa shukr qilsin. Salaflardan bir turkum kishilar kunini sadiqa berish bilan o'tkazishni yaxshi ko'radi va imkon qadar barliq yaxshiliklarni qilishga tirishadi. Tilolg'uchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.